Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Sizda yoki yaqinlaringizda burun bitishi, ko'z qichishi, nafas yo'llari qichishi, yutal yoki tanada har xil toshmalar hamda nafas olganda tomoqdan shig'-shig' etgan ovoz eshitilishi bu allergiyadan darak beradi. Allergiya bu nima va uning turlari, qanday giyohlar iste'mol qilsak shifo bo'ladi? Bugun siz bilan mana shular haqida gaplashamiz. Allergiya bu immun tizimining odatda zararsiz bo'lgan moddalarga deymizmi, narsalarga deymizmi, ortiqcha reaksiyasi. Bu sog'lom odamlarga unchalik bildirmaydi, lekin allergiyasi borlarga organizm xavfli deb qabul qiladi. Masalan, uning belgilari. Hozirgina aytganimdek, burun bitishi, ko'z qichishi, hamda yoshlanishi, nafas yo'llarida qichishish, yutal, teridagi toshmalar va shunga o'xshash kabi holatlar. Uning turlariga keladigan bo'lsak, ichki va tashqi allergiya. Ko'pchilik allergiya deganda faqat chang va shunga o'xshash reaksiyalarni ko'z oldiga keltiradi. Lekin aslida tashqi va ichki omillarga bog'liq bo'ladi. Masalan, tashqi allergiya tashqi muhitdagi allergenlar hisobiga paydo bo'ladi. Ichki allergiya organizmni ichkarisidagi o'zgarish bilan bog'liq. Masalan, immun tizimining izdan chiqishi, ichak mikroflorasining buzilishi hamda surunkali yallig'lanishlar, ayrim oziq-ovqatlar hamda jigar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ayrim muammolar. Keyingisi autoimmun. Autoimmun bu immunitet organizmni himoya qilishni o'rniga o'zini to'qimalariga, o'zini hujayralariga hujum qiladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, o'ziniki bilan dushmanni ajrata bilmay qoladi. Allergiyani belgilarini yo'qotishda surtma malhamlar, tabletkalar yetarli bo'lmasligi mumkin. Uning sabablarini aniqlab, ana shuni davolasagina allergiyadan xalos bo'lasiz. Masalan, sizdagi allergiya qaysi paytda kuchayadi? Bahordami, kuzdami, changdami? Kommentlarda yozib qoldiring. Endi bu kasallikni davolash uchun mana bu giyohlar shifo qiladi. Mana bu ko'rib turganingiz siz bilgan, sizga tanish bo'lgan yantoq o'simligi azizlar. Bu yantoq faqat diareya, disbakterioz, ich og'riqlarini davolamasdan allergiyaga ham juda ham shifosi bor. Va mana bu shilanjida daraxtining barglari. Bu giyohlar immunitetni tizimini normal holatga olib kelib qo'yadi. Ichak mikroflorasini tiklaydi. Parazitlar, ya'ni qurtlar, gijjalarni ichaklardan tozalab, haligi yod yetishmovchiligi, teridagi toshma barchasini davolab, sizni allergiyadan xalos qiladi. Xo'p, bu giyohlardan damlama tayyorlashga keladigan bo'lsak, mana bu shilanjida barglarini quritib olamiz soya joyiga va ikkalasini teng miqdorda olib aralashtiramiz. Mana bu barglarni ham maydalaymiz. Masalan, ikkisini birga aralashtirib olganimizdan so'ng ana shulardan bir osh qoshig'ini o'rtacha yarim litr qaynoq suvga solib damlaymiz. Yarim soat 45 minut turaveradi uni. Qancha damini olsa shuncha ko'p tarkibi yaxshi chiqadi. Ana shu damlamani kun davomida 3 mahalga bo'lib iste'mol qilamiz. Masalan, ertalab, obed, kechqurun, choydan, ovqatdan 20 minut oldin. Endi yana bir muhim bir narsani aytishim kerak.
har bir organizmni sezuvchanligi turlicha bo'ladi. Birinchi, ikkinchi kuni hali bu damlangan damlamadan organizmga sinov tariqasida bir piyoladan bir mahaldan 2 kun kuzatilib ichiladi. Agarda organizmda hech qanday o'zgaruvchanlik bo'lmasa, xuddi shu damlamani 30 kun davomida damlab iste'mol qilamiz. Mana shu vaqt davomida allergiyani to'liq davolaydi. Mana shunday va shunga o'xshash giyohlar haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa yoki tabib tavsiyasi, tabib konsultatsiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan tabib Iskandar Saidov.